Siz ingliz tilida oddiy gaplarni bemalol tuza olasiz, lekin murakkab gaplarni tuzishga qiynalyapsiz. Gap tuzish o'xshamaydi. Agar sizda buni holat bo'layotgan bo'lsa, xavotirlanmang. Aynan mana shu videoda men ingliz tilida murakkab gaplarni tuzishni aniq formulalar bilan keltirib beraman va video davomida sizga amaliy mashq ham beraman. Aynan videoni boshidan oxirigacha ko'rib borsangiz, siz men bergan ma'lumotlarni to'liq tushunasiz va amaliy mashqlarni bajarganingiz evaziga sizda o'zlashtirish yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari, videoni oxirigacha tomosha qilganlarga men maxsus sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bu sovg'a ham bir emas, ikkita. Video davomida buni bilib olasiz. Avvaliga murakkab gap nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Ingliz tilida ikki va undan ortiq gapni bir-biri bilan bog'lanib kelgan qismlari bu murakkab gap deyiladi. Murakkab gaplar asosan bog'lovchilar bilan birgalikda keladi. Ya'ni bitta gapni, ya'ni ikkita, uchta sodda gapni bir-biri bilan bog'laydigan bog'lovchi so'zlar. Masalan, because, but, however, so shunga o'xshagan yana boshqa bog'lovchilar qatnashadi. Masalan, oddiy gap qanaqa gap? I wake up early every day. Men har kuni barvaqt turaman. Murakkab gap qiladigan bo'lsak, bunga biz bog'lovchi qo'yishimiz kerak va uni ketidan yana davom ettirishimiz kerak bo'ladi. I woke up early yesterday because I had an important test at school. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu mana bu quyidagi formula bilan kelyapti. Ya'ni subject, verb, object va bog'lovchi, undan keyin yana subject, verb, object. Bu turdagi murakkab gaplarni tuzish juda ham oson. Shunchaki ikkita sodda gapni o'rtasiga bog'lovchi qo'ysangiz bo'ldi. English Focusda hozirgi paytgacha o'qiyotgan o'quvchilar ham aynan mana shu murakkab gaplarni tuzishda juda ham qiynalishadi, lekin shunga qaramay, bizda ishlayotgan support teacherlar, ya'ni o'qituvchilar aynan murakkab gaplarni tuzishni ularga tushuntirib beradi, savollariga javob beradi. Chunki bizda English Focus onlayn maktabi juda ham erkin formatda va juda ham qulay qilib tuzilgan. Chunki bizda maxsus Oxford University Press'ni dasturlaridan foydalangan holda darslik yo'lga qo'yilgan. Bu onlayn maktabimizda siz ingliz tilini masofadan turib, istagan vaqtda, istagan joyda bemalol o'rganishingiz mumkin. Grammatika, listening, reading, writing, speaking hammasini kompleks tarzda o'rgatamiz. O'qituvchilarimiz esa uyga vazifalarni muntazam ravishda tekshirib boradilar. Shuningdek, o'quvchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida rangli kitoblarni bonus sifatida taqdim qilamiz. Hoziroq murojaat qiling, ссылка описаниеda. Aynan mana shu hozirgi aytgan tarif bu komfort tarifi deyiladi va uni narxi unchalik qimmat emas. Chunki o'quv markazlarida masalan haftada 3 marta dars bo'ladi. Aynan English Focusda har kuni dars qilib borsangiz, o'quv markazlariga borib yurgandan ko'ra 2 barobar sizga arzonroq tushadi va 2 barobar tezroq o'rgansangiz bo'ladi. Shuningdek, uyingizdan chiqmasdan yoki ofisingizdan chiqmasdan ingliz tilini o'rgana olganingiz uchun ham sizga ancha-muncha qulay va ancha-muncha arzonga tushadi, hisoblaydigan bo'lsak. Bundan tashqari murakkab gaplarni tuzishni yana 3 ta formulasi bor. Aynan mana shu 3 ta formulani hozir sizga tushuntirib beraman. Demak, birinchi formulamiz bundan oldin hozir tushuntirgan oddiyroq formula, ya'ni subject verb object, bog'lovchi va yana subject verb object. Masalan, I wanted to play football, but it was raining. Men futbol o'ynashni xohlagandim, lekin yomg'ir yog'ayotgandi. Ya'ni o'rtasida but bog'lovchisini qo'yib, ikkita sodda gapni murakkab gapga aylantirib olamiz. Ikkinchi formulamiz bu complex sentencelardan iborat bo'ladi. Masalan, bunda biz subordinating conjunctions, ya'ni although, if, since, because kabi bog'lovchilarni ishlatgan holda gaplarni tuzamiz. Aynan bu gaplarda sabab va oqibat ko'rsatiladi. Misol uchun, although I didn't have money, I went to the party. Mani pulim bo'lmasligiga qaramay, men oqshomga bordim. Kelinglar endi sizlarga amaliy mashq beraman. Mana shu pastda ko'rinayotgan gapni ichida qaysi so'z, ya'ni qaysi bog'lovchini qo'yishimiz kerak. Kommentariyaga buni yozib qoldiring. Uchinchi formulamiz bu compound complex sentences, ya'ni murakkab bog'langan gaplar. Bu ilg'or tuzilma bo'lib, compound va complex sentencelarni bir-biriga bog'laydi va quyidagi misollar bo'yicha bog'lovchilarni ishlatsangiz bo'ladi. I wanted to go outside, but since it was raining, I stayed at home.
Ya'ni bu subject verb object, but, since va yana subject verb objectdan iborat bo'lgan gap strukturasini o'z ichiga oladi. Aynan shu formulaga kommentariyada bitta gap tuzib ko'ring, bir ko'ramiz qanaqa amaliy mashqni bajara olayotganingizni. Do'stlar, murakkab gaplar mana shundan iborat edi. Bundan tashqari yana boshqacha formula bo'yicha ham murakkab gaplarni tuzish mumkin, chunki ingliz tilida bog'lovchilar juda ham ko'p va undan tashqari relative clause maxsus clause so'zlari bilan ham bog'lovchilarni tuzsa bo'ladi. Bu bo'yicha bundan keyingi videolarimizda yana sizlarga qo'shimcha ma'lumot qilib alohida video chiqaramiz. O'shaning uchun kuzatishda davom eting va kanalga endi kelgan bo'lsangiz obuna bo'ling. Men mana shu videoni opisaniyasida yana 2-3 ta gaplarni tuzib qo'yaman sizlarga yana ham kerakli bo'lishi uchun, balki opisaniyada yoki o'z kommentariyada tuzaman. Siz aynan mana shu formula bo'yicha o'zingiz mashq qilib kommentariyada o'zingizning gaplaringizni yozib ko'ring, bir ko'rib chiqaman. Men ham ba'zilarga ulgurmasligim ham mumkin, lekin boshqalar ham fikr bildirishi mumkin. Shuning uchun albatta kommentariyaga o'zingiz praktika qilib yozib ko'ring. Bugun biz murakkab gaplarni tuzish bo'yicha darsni ko'rib chiqdik. Har xil formulalarni ishlatib ko'rdik. Agar siz bu formulalarni yana ham mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, men sizga aytganimdek sovg'a tayyorlaganman. Opisaniyaga kirsangiz, opisaniyada sovg'a deb yozib qo'yganman va link qoldirganman. O'sha link bo'yicha o'tsangiz, men PDF formatda murakkab gaplarni tuzish formulasini va misollari bilan sizga aniq qilib berib qo'yganman. Bu birinchi sovg'a edi. Ikkinchi sovg'am bu agar mana shu video chiqqan kundan boshlab 4 kun davomida, mayli 3 kun emas, 4 kun davomida English Focus onlayn maktabiga yozilib a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga 5% emas, 10% emas, 20% emas, mayli olgani 25% chegirma beraman. Faqatgina mana shu 4 kun amal qiladi. Videoni ko'rganlar uchun buni hech qayerda e'lon qilmayman. Aynan mana shu videoni ko'rgan bo'lsangiz oxirigacha va mana shu sovg'ani mendan qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. 25% chegirma 4 kun ichida. Bugun mana chislo bizada xo'p 10-mart kuni 14-martgacha chegirmamiz amal qiladi. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha